Assalomu alaykum. Ro'molli qizlar yo'qmi, ayollar kirsa bo'ladimi? Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz ustoz? Mikrofon ushlab oling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr sizlarni bezovta qildik. Charchamayapsizlarmi? Oho, ko'pchiliksizlar-ku va Xudoga shukr. qanaqasizlar? Yaxshi, rahmat. Bo'ladi. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Charchamay Rahmat, Allohga keldingizmi? shukr, rahmat. Sizlar mikrofonni berganim, mana tabiiy boricha qo'yamiz bu narsani o'shaning uchun. Mana sizni ish joyingizga tashrif buyurdik. Bu xonadoningizmi shunda? Yo'q, Ha. arendaga. Bu yoqda xonadoningiz emasmi? Bor. Yo'q, chunki mahalladan kirib keldik. Ha, Yo'l yo'q, yuzida. birovni uyi. Endi Ha. arendaga olganman-da. Bo'ldi, tushunarli. Uyingiz shu yoqqa o'rtadami yoki? Yo'q, Ravonakda. Bitta mana shu xona, adashmasam. Ichkarida ham xona bor. Marjona, kayfiyatingiz yaxshimi o'zingizni? Yaxshi, ha, Charchamayapsizmi? Xudoga shukr, rahmat. Oldin ham o'zi kurs qilishdan oldin ham bilsangiz, viloyatda yurganman. Ha, Tikuvchilarning fikrini bilib, mana shu sohadagi muammolarni o'rganib yoki plyus-minus takliflarni o'rganib, shunga qarab ijod qilishni yaxshi ko'rganman. Loyihamizdan ham maqsad shu. Qaysidir ma'noda o'sha og'riqli nuqtalarni topib, o'zimizni qo'limizdan kelgan nima deydi, yordamlarni berish va o'quvchilarimiz bilan aloqalarimizni yana ham mustahkamlash, ularga qanaqadir ma'noda yordam kerak bo'lsa, qo'limizdan kelsa yordam berish va ularni ham qanaqadir bizga yordam kerak bo'lsa, yordamlardan foydalanish. Xo'p, endi gapiring, kursdan keyingi holatlar, ish jarayoni, daromadlar qanaqa bo'ldi, o'zgarishlar. Ko'ryapman, manchi bular hammasi shogird-a. ha. Maktabda kanikulda, maktab tugagandan keyin. Qizlarim bular ikkitasi. O'zingizni qizlaringiz, Ha, mashalloh. qizlarim. O'xshab turibdi bu qizingiz. Bu qizingiz chota boshqacha. Aha, bular yordamchilar, tikuvchilar. Ishchilarim, bular shogirdlarim. Shogirdlar bosmi? Ha, Yaxshi. Gapiring endi, qanaqadir savollaringiz bo'lsa, takliflaringiz bo'lsa, gapiring, eshitamiz. Savollarim yo'q, xudoga shukr, hammasi zo'r. Shu offlayn o'qib kelganimdan beri ishlarim juda zo'r ketyapti. Daromadlarim zo'r bo'lgan, xudoga shukr. Mana Sog' bo'ling. tikkan ko'ylaklarim sep olganman. O'tamiz sekin. Ha. Bu haqiqiy samarqandliklarni nima deydi? Natsionalniy deysizlar, ya'ni milliy Samarqand milliy kiyimlari. To'g'risi, men o'zim yaqinda bitta shunaqa holati bo'ldi. Oldini shu harakat qilmay o'xshata olmayapman. Men qila olmayman Samarqandcha bezak dedim. To'g'risi, tan olaman bu narsani, tan olish mardlik-ku baribir. Nimadir qilmay yetmayapti-da, nimadir qilmay yetmayapti. Baribir sizlarga o'xshamayapti. Sizlarnikiga o'xshamayapti-da baribir. O'zingizlar bittalab tikib chiqqansizlar. Hammasi. Ya'ni rangiga qarab, taxminan necha kunda bitirasiz mana shu narsani? Harakat qilsak 3 kunda bitadi. Shu joyda men urushib ketadigan joylarim ham bor ekan. Bilasizlar buni? Endi baribir plyus-minuslarni aytib ketishim kerak, ustoz talab qilish kerak-ku. Bundan keyin bunaqa bo'lmasa, oldin choklab olib, keyin abrobotga qilamiz. Xo'p, bo'ladi. Yaxshi. Juda bir urfda mana shu fasoniylar, juda ham ko'pchilik kiydi. Akkuratni bir marta o'sha Marjon o'zlari menga do'ppi qilib berganlar. To'g'risi, men bunaqa do'ppi qotira olmayman, Hali chunki ukrashinisi bo'lgan yo'q bu yerda, chala. yo, bez ukrashini ham o'sha sifatini aytmoqchiman. Demoqchi bo'lganim ichida karton, to'g'rimi? Ustidan qoplangan. Biza narsa yopishtiramiz-da, bular mana yopishtirmasdan materialni shunaqa akkuratni tortishadi. Siz kutmovmi deysiz? Yo'q, rostdan men biror xil tadbir qilasizmi deb o'ylab, nimaga men o'tkazib yubordim, u qanaqa nimaga kelyaptilar deb.